Assalomu alaykum azizlar. Mana bu mani nevaram. Ismlari Islombek. Islombek juda ham futbolni yaxshi ko'radi-da. O'sha hozir 5 ga kirdilar mana yaqinda mana 31-iyulda 5 yoshga kirdilar. 6 yoshga qadam qo'ydilar. Hozir bog'chaga boradilar. O'sha 1 yasharlikda bo'ladigan bolani boshidan ma'lum dedi-yu, 1 yasharlikda hali tetapoya bo'lmagan. Shuna paytda ham devorda ushlab turib, mana to'plar tepardilar-da. Mana hozir haqiqatda o'sha futbolni juda yaxshi ko'ryaptilar-da. Hamma o'sha futbolchilarning nomlarini nomma-nom aytib beradilar. Qani aytingchi Islombek? Masharif Fayzullah Shukri Bekri onu Saga Asli Masafi Yusuf Nemaldi Husan. Endi siz kim bo'lmoqchisiz kelajakda? Futbolist. Futbolist. Kimlarga o'xshagingiz keladi? Abduqodirlar. Ana xudo xolasa mana shunday mana nabiram yana boshqalar xudosi bular xudo xolasa inshaalloh O'zbekistonimiz nomini xudo xolasa dunyoga tanitishadi. Endi hozir tanildi. Yana ham tanitishib O'zbekistonimiz bayrog'ini yuqoriga ko'tarishadi. Xudo xolasa inshaalloh. Bir xayrlashib qo'yingchi. Hayır. Ha? Sizlarni yaxshi ko'raman. Ana biz ham sizni yaxshi ko'ramiz. Xayr.